Bu safar masalan hukumat istagi agar haqiqatdan ham oldinga ketish, haqiqatdan ham 3-renessans qurish, haqiqatdan ham masalan bizni kecha o'tmishimizdan ilgarilab ketish kerak bo'lsa, hamma qilgan ishni qilish kerak. Butun dunyo qilayotgan ishni qilish kerak. Masalan aytaylik bu yolg'on yoki bu bunaqangaligi nima deydi ko'zbo'yamachilik yoki ko'pirtirib gapirish bilan o'zimizni aldash bilan masalan uzoqqa bora olmaymiz. Endi eng nima tomoni dushman emasmiz. Masalan aytaylik biz fuqarolik jamiyatining vakili sifatida hukumatga nima emasmiz. Va shunga qarab xalq ham shunaqa. Masalan, Navbahor siz bilan Amerika ovozida qilgan suhbatlarimizda siyosiy xayriyachilik 0 darajada degan suhbat qilganmiz. Masalan, siyosiy partiyalarga, nodavlat tashkilotlarga, inson huquqlari tashkilotlariga odamlar bir tin tikmaydi. Birinchidan buning sabablari qo'rquv. Ikkinchisi o'zi shakllanmagan siyosiy xayriyachilik. Va shuning uchun o'sha jamiyatning o'zida ham siyosiy nimalarga nisbatan istak degan narsa yo'q. Lekin to'y desangiz albatta to'yini berishadi. Aytaylik kechagidek koronavirus kelib qolsa albatta kimnidir boqishadi, boshqa qilishadi. Inson huquqlari, siyosiy haligi nima ambitsiyalar boshqalar bular pulsiz bo'lish kerak degan bir qandaydir haligi bor. Ya'ni xususiylashtirsa bloger va jurnalistlarni o'sha qanaqadir grantlar asosida qo'llab-quvvatlanishi ham juda og'ir ahvol. Endi bilasizmi, masalan siz markaziy saytda markaziy muxbirsiz, Ilyos Safarov. Masalan siz aytib bering, bitta fondning nomini ayting menga. Mana shu fond, masalan Demokratik fond, masalan Effekt Uz yoki bo'lmasa Palon Uz, Piston Uz degan sayt agar loyiha topshirsa, mana shu loyihadan masalan aytaylik, mayli so'mda ayting. 10 million olsin, 5 million oladi va demokratik masalalar yoritadi degan fondda ayting. Bilmaysiz chunki yo'q. Chunki yo'q.